Yuz teringizda akne, ya'ni husnbuzarlar, o'g'rilar paydo bo'lganmi va siz buni ko'p yillardan beri ketkiza olmayapsizmi? Albatta buni uy sharoitida ketkizib bo'lmaydi. Qanaqadir baltoshkalar, qanaqadir mazlar, nimalardandir foydalanasiz. Bular sizga vaqtinchalikka yordam beradi. Vaqtinchalikka o'g'ringizni quritib turishi mumkin. Chunki buni siz ildizi bilan ishlamadingiz. Ichki organizmdagi muammolar, ishqotishlar, to'g'ri ovqatlanmaslik, fast foodlar yeyishi, o'z vaqtida nonushta qilmaslik, buning sabablari o'ziga yarasha juda ham ko'p. Shuning uchun siz albatta birinchi bo'lib mutaxassisga murojaat qiling. Chunki o'g'rilardan qolgan dog'lar, o'g'rilardan qolgan rubetslar, siqasiz, teri teshichalari kengayib ketaveradi. O'sha muammolar ularni ketkazish juda ham qiyin bo'ladi. Shuning uchun bitta dona yuzingizga o'g'ri chiqdimi yoki ikkitami boshlanishi bilan siz mutaxassisga murojaat qilishingiz kerak. Albatta ichki tomondan tozalanish kerak. Ichki tomondan tabiiy ravishda tozalanish uchun bizda ko'rsatilgan yasmin giyohlarimizdan ham ichishingizni tavsiya qilamiz. Mana shular orqali biz o'g'rilarni ketkazyapmiz. Yasmin giyohlarini ichib, ichki tozalanishni amalga oshirib, tashqi tomondan esa maska, kremlardan foydalanib, siz sog'lom turmush tarziga o'tib olib, mutaxassis yordamida yuzingizdagi muammolarni bartaraf qilib olishingiz kerak. Aks holda umuman ketkizib bo'lmaydigan muammolar sizda paydo bo'ladi. Rubets, chandiqlar, ularni ketkizish juda ham qiyin bo'ladi. Yuzingiz cho'tirga o'xshab yuraveradi. Uni keyin ketkizaman deb aslo o'ylamang.